Assalomu alaykum, Islom Ustos kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Namanganga, Yangiqo'rg'on tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Islom Ustoslarning xizmatlaringda. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariy ham o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yaverasizlar. Bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.35 bo'ldi, bo'yiga 4.10 bo'ldi. 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan, hurmatli aka-ukalar. Sharmankalisli darvozamiz. Holatiga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Bu glansiy svetda bo'ldi. Darvozamizni stoykasi 10lik shiviller, profillari 6 to'r, 1,5 stena, listlarimiz 1 uchlik. Ko'rdingizlar akalar. Dahshat chiqqan xudo xolasa. Zamoklarimiz zo'r zamok. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Tepasi 75 cm joyi ochilmaydi. Darvozamiz balandligi 4.10. Orqalari sentr zamok, mashina o'tadigan joylari ham shiviller bo'ldi, hurmatli aka-ukalar. Orqa holatlari zamogimizni alohida qilib qo'yilgani bor. O'rtasi har doimgidek sentr zamok. Orqasiga ham bitta baho berib qo'yaverasizlar mana aka-ukalar. Sillig'i. Xudo xolasa endi bu darvozamizni kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskalarimiz Mokraspal Glansviy bo'ldi. Kraskalarimiz xudo xolasa kraskaga 5 yil garantiya. Quyoshda rangi o'zgarmaydi, katta bo'lib ko'chib ketmaydi, hurmatli aka-ukalar. Darvozamiz kraskasi. Xudo xolasa bu darvozamizni o'sha summasi 11 million so'mga olib kelib o'rnatdik, hurmatli aka-ukalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Baho tomonlariga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bundan keyingi darvozalarimizni ham birinchi bo'lib kuzatib boringlar. Do'stlaringizga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, videomizni ulashib qo'yinglar, hurmatli aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar.